Juda qiziq bir mavzu. Nega maktabda 10 yillar davomida ingliz tilini o'rganamiz-u, lekin haligacha gapira olmaymiz? Yoki madrasada 4 yil davomida yuzlab arabcha kitoblarni o'qib tugatamiz-u, lekin bir arab kelganda o'shan bilan atigi 5 daqiqa mazmunli suhbat qura olmaymiz. Nega? Agar faqat siz gapira olmaganingizda edi, muammo sizda bo'lardi. Lekin bizda butun tizim shunaqa. Demak, muammo sizda emas, muammo metodda. Bugun men sizga dunyoda allaqachon millionlab odamlar qo'llayotgan, lekin bizni o'zbek segmentida bugunga qadar hech qachon gapirilmagan bir metod haqida gapirib beraman. Va bu metod yordamida siz har qanday tilni odatdagidan 4 karra tezroq gapirasiz. Va bu usulning nomi Comprehensible Input. 2000-yillar boshida Laura ismli fransuz qiz Xitoy tilini o'rganish uchun Pekinga boradi. Laura Xitoy tilining HSK Hanyu Shuping Kaoshi sertifikatini olish uchun tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Laura Pekinga borgan paytida uni xitoylik yon qo'shnisini 1 yoshli kichkina farzandi bor edi. Laura 1 yil davomida repetitorlarga qatnadi, o'nlab grammatika kitoblarini tugatib chiqdi. 1 yil o'tgandan so'ng qo'shnisini 2 yoshga to'lgan farzandi Lauradan ko'ra Xitoy tilida yaxshiroq va ravonroq gapirayotganini eshitib qoldi. Qiz hayratda, shokka tushdi va bolani onasining oldiga borib so'radi: "Farzandingizga qanaqa qilib, qaysi metod yordamida tilni o'rgatdingiz?" Onasi hayron bo'lib Lauraga qaradi-da: "Hech qanaqa metod qo'llaganim yo'q. Men shunchaki gapirdim va u meni eshitdi", dedi. Men aytmoqchi bo'lgan comprehensible inputning ma'nosi, mantig'i xuddi shu yerda. Siz o'zingizga tushunarli tilda, o'zingizga tushunarli ravishda eshitasiz. Eshitish yordamida tilni quloqlaringizga joylab borasiz. Amerikalik tilshunos professor Steven Krashen inson tilni qanday o'zlashtirar ekan degan mavzuda ko'plab kuzatuvlar o'tkazdi. Va juda qiziqarli bir xulosaga keldi. Unga ko'ra, biz insonlar tilni o'rganmaymiz, biz tilni o'zlashtiramiz, xuddi yosh bola kabi. Ya'ni avval eshitamiz, keyin tushunamiz va undan keyingina gapiramiz. Va men hozir sizga aytayotgan uslubga comprehensible input nomini aynan u berdi. Ya'ni comprehensible, tushunarli, input joylash. Bu uslub qanday ishlaydi? Farz qilaylik, siz arab tilini o'rganyapsiz. Siz miyangizga u tushunadigan sodda arab tilini shunchaki juda ko'p joylaysiz. Hech qanday tarjimalarsiz, hech qanday grammatika va qonun qoidalarsiz va hech qanday shoirona, murakkab jumlalarsiz. Shunchaki sof, sodda, pragmatik til. Shu xolos. Ana aftahul bab. Ana aftahul bab. Ana adkhulul ghurfa. Ana adkhulul ghurfa. Ana ajlisu 'alal kursi. Ana أجلس على الكرسي. أنا أشرب الماء. أنا أشرب الماء. أنا أبتسم. أنا أبتسم. Bizni qanaqa aldashlarini bilasizmi? Til o'rganayotganingda avvalo grammatika o'rganasan, keyin minglab keraksiz lug'atlarni yodlaysan, keyin mashqlar bajarasan, imtihonlar topshirasan, keyin balkim gapirarsan. Lekin eslab ko'ringchi, Alloh taolo bizni qaysi til bilan yaratdi? Ona tilingizni o'rganayotgan paytingizda mubtado nima, xabar nima, maf'ulun bihi nima degan narsalarni birov sizga o'rgatganmi? Yo'q. Siz shunchaki eshitgansiz. Yuzlab, minglab, 10 minglab soatlar eshitgansiz. Keyin esa gapira boshlagansiz. Subhanalloh, demak, fitratan Alloh taolo bizni yaratishi bo'yicha bizning miyamiz tilni boshqacha o'rganadi. U eshitadi, tushunadi va keyin gapiradi. Bizni arab tilini o'rganishdagi eng katta xatolarimiz nimaligini bilasizmi? Biz lug'at kitobni ochamizda minglab keraksiz lug'atlarni yodlab chiqamiz va baribir foydalanmasdan esimizdan chiqarib yuboramiz. Nahvni, sarfni tugatib chiqamiz, lekin gap tuzayotgan paytda bu joyga foilni qo'yishim kerakmi yoki maf'ulni qo'yishim kerakmi? Tushunmasdan gap tuza olmay qolaveramiz. Mayli, eshitsam yaxshi o'rganar ekanman deymizda, videoni ochamiz. Har 3 soniyada to'xtatamiz, lug'at. Pauza, lug'at. Pauza, lug'at. Do'stim, til bunaqa o'rganilmaydi. Til bu matematika emas, bu odat.
Odat esa asta-astalik va davomiylik bilan shakllantiriladi. Xuddi arablar aytganidek, habba fa habba. Hech kim bir kechada fasih bo'lib qolmaydi. Aynan shu sababdan men darslarimni boshqacharoq tashkil qilaman. 5 yildan beri arab tilini o'qitib kelayotgan ustoz va mentor sifatida men o'quvchilarimni boshidanoq grammatikaga ko'mib tashlamayman. Men o'quvchilarim avval eshitishadi, keyin tushunishadi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin miya o'zi anchagina qoliplarni yig'ib qo'ygan bo'ladi. Va birdaniga, "Voy, arab tilida gapirib yuboryapman-ku" deydigan holatga keladi. Bu hech qanday sehr emas, mo'jiza emas. Bu ilm va metod. Ba'zilar savol berishi mumkin. Shunda bizga grammatika kerak emasmi? Grammatikasiz ham tilni o'rganib olsak bo'ladimi? Do'stim, kim aytdi sizga grammatika kerak emas deb? Grammatika kerak. Juda ham kerak. Lekin qancha? Bir arab ustozim aytganlaridek, "An-nahwu fil kalam kal-milhi fi at-ta'am." Ya'ni taomda tuz qancha miqdorda kerak bo'lsa, gapda ham grammatika xuddi shuncha miqdorda kerak. Ya'ni ta'bir joiz bo'lsa, til o'rganishni bir taom deb tasavvur qiling. Qorningiz to'yishi uchun siz taom yeyishingiz kerak, tuzni emas. Xuddi shunga o'xshab, siz tilni o'rganishingiz uchun miyangizni so'zlar va gaplar bilan to'ldirishingiz kerak, grammatika bilan emas. Endi arab tili o'rganayotgan do'stlarimizga maslahat. Agar siz ham arab tilini ravon gapirmoqchi bo'lsangiz, ko'proq eshiting, ko'proq tushuning va ko'proq yashang. Va eng asosiysi, tilni fan sifatida emas, til sifatida o'rganing. Inshaalloh bizning kanalda siz arab tilini aynan shu uslubda o'rganasiz. Zerikarli bo'lmagan, qoidalarga ko'milmagan, balki haqiqiy arab tili. Yalla bismillah. Safarimiz endi boshlanmoqda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.